Sarvarjon kelibdilar. Aka stanoylarimiz qanaqa ishlayapti? Ko'zimiz bilan ko'raylik deyishyapti. Uka stanoylar zo'r ishlayapti, aka bitta ko'rib beray deyishyapti. Mana stanoy olganligidan keyin nima bo'ladi? Mana servisigacha javob berib, ko'rib, kuzatib, tekshirib ketyaptilar. Ha, aka gapiravering obunachilarga. Aka, stanoyimiz yaxshi chiqqan bo'lsa, obunachilarga mana maslahatingizni berib, aka, nima kamchiligi bo'lsa, o'zimiz bartaraf qilib beramiz. Stanoyga garantiyasi bor. Qaysi viloyatga olishsa, qaysi davlatga olishsa ham biz tomonidan muammo bo'lsa, xohlagan servislarni ko'rsatamiz, aka. Garantiya stanoyga. Javob beradigan ukamiz mana shu bo'ladi. Biz reklama qilayotgan stanoylarimizni ham, yangi olganimizni ham ishxonamizda ishlab turganini ham aynan mana shu ukamiz yasab sotishyapti. Hozir stanoyni ham bir qator sizlarga ko'rsatib ketaman. Agarda birinchi qo'ldan stanoy kerak bo'lgan bo'lsa, aloqaga chiqarasiz. Aynan Sarvarjon yasagan stanoy ko'rishidan mumkin, ideal holatda turibdi. Xudo xohlasa endi ishlayapti. Yangisi ham hozir ham ko'rsataman, lekin bu ishlab turgan jarayoni xudo xohlasa kesish jarayonlari ideal. Orcha maqtanib turgan sabab ko'z tiyib qolmasin deb maqtagan yo'qdi. Agar bu tushunib stanoydan sifatligidan kerak bo'lsa, yangisidan ham bor. O'zimiz 2 oydan beri ishlayotgan stanoyimiz ko'rishlariga yangi suv nasosi stanoy karetasi bilan birga bemalol aloqaga chiqarsa, narx qiziq bo'lsa, pastdan nomerlarimni yozib qoldiraman. Eng muhim narsasi 2 oydan beri hali qiyshitirgani yo'q. Xudo xohlasa, uyaltirgani yo'q. Bemalol aloqaga chiqarasiz stanoy bo'yicha.